Bizda qor va yomg'ir aralash. Bitta setkanchi 200 ml narsa bor. Onun ichida non ham bor, sumalak ham bor. Men keldim uyga. 200 ml sarf qilib keldim. Bu sumalak 10 ming ekan. Uy noni, qora noni. Kelinimga, shu go'zal kelinimga 9 minut qoldi yuborishiga. Perosdan olib keldim. Bu 73 ming ekan. Ishlatib ko'ramiz, qanaqa yuvardim. Bunaqasidan hech ishlatib ko'rmagandim. Turkiyaniki ekan. Turkiya dedi, maqtadi. Qani ko'ramiz. Clear oldim, shampun. Hamma sochga tushadiganidan. Bu 36 ming ekan. Keyin spletda nimasini, zubni pastasini ishlataman. Birisi yaxshi, ishlatgan hali tugamadi, lekin pastaga qo'ydim. Xo'p, bunisi oqartiruvchi va himoya edi. Bunisini endi men nechirmaysidan olib ko'rdim. Nechirmay travi. Tavsiya qilaman siz o'rnasiz ekan. Buni narxi yozilmoqda, lekin 25 mingga oldim. Kichkintoyimga haligi paytaqda oldim. 15 ming ekan. Yumshoq, shestinoy ekan. Qulpunada rasmi bor ekan, lekin o'g'il bolaniki yo'q ekan. Olaverdim, oyog'ida yumshoqqina bo'lib, oyog'i teskak bo'lib ketyapti. Va aptekadan 0 paz oldim. 42 ming bo'ldi va kichkintoyimga banan va kinder oldim. Har safar ko'chaga chiqsam, nima olib keladi desam, kinder deydi. Boshqa narsani aytishni bilmaydimi yoki o'ta yaxshi ko'radimi? Banan 14 minglik ekan, to'rttasi. Bu qimmatlab qolibdi, 18 ming. Yangi yilda skidkada 16 mingmi? Salkam 16 mingdan oldim. Bugungi kunim shunaqa o'tmoqda. Ko'chaga chiqib pul yechdim. Boyvachcha ekanlar bular.